Toshkent shahar sanitariya, epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining Uchtepa tumani bo'limi tomonidan tumandagi umumta'lim maktablaridan birining oshxonasida kuchaytirilgan tekshiruv o'tkazildi. Xususan, oshxona sanitariya gigiyena talablariga zid ravishda faoliyat yuritayotgani ma'lum bo'ldi. Jumladan, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda qo'shnichilik qoidalariga rioya qilinmagan, pishgan va xom mahsulotlar ochiq holda bir joyda saqlangan. Fuqarolardan kelib tushgan murojaatga asosan poytaxtimizda joylashgan maktablardagi oshxonalardan birida biznes ombudsman bilan kelishilgan holda kuchaytirilgan tekshiruv ishlari amalga oshirildi. Aynan tekshiruv davomida ushbu oshxonada sanitariya qoida me'yorlarining qo'pol ravishda buzilayotgani va ovqatdan zaharlanish holatlarining kelib chiqishiga sharoit yaratilganligi aniqlandi. Bundan tashqari oshxonada tozalash va dezinfeksiya ishlari o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilmagan. Tayyor taomlardan kunlik namunalar olinmagani ham aniqlangan kamchiliklardan biri bo'ldi. Qayd etish kerakki, aynan o'rganishlar jarayonida oshxonada umumiy sanitariya holatining yaxshi ahvolda emasligi, xususan mahsulot saqlash qo'shnichiligiga rioya etilmayotgani, bu aytishimiz mumkinki, aynan pishgan va xom mahsulotlarni bir joyda og'zi ochiq holda saqlanayotgani, xususan tez o'zgaruvchanlik xususiyatiga ega bo'lgan kolbasa va kolbasa mahsulotlarining aynan boshqa bir mahsulotlar bilan birgalikda ochiq holda saqlanayotganligi ham guvoh bo'lindi. Qayd etish kerakki, ishlatiladigan asbob anjomlar, xususan stollarimiz aynan ishlatiladigan vazifasiga ko'ra gigiyenik muhrlanmaganligi ham ko'zga tashlandi. Xususan eng achinarlisi, maktab oshxonasida bolalar uchun sog'lom ovqatlanish talablari buzilib, mayonez va ketchup qo'shilgan kolbasa mahsulotlaridan tayyorlangan burgerlar savdosi yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, rangli va gazli ichimliklar kabi taqiqlangan mahsulotlar ham sotilayotgani aniqlandi. Qayd etish kerakki, aynan maktablar oshxonalarida bolalarni sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish maqsadida aynan 38 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash va sotishga cheklovlar qo'yilgan bo'lib, ushbu tekshiruvlar jarayonida oshxonada aynan bolalar o'sha salomatligiga ziyon yetkazadigan va ularni sog'lom ovqatlanishi uchun aynan xavf tug'diradigan mahsulotlar savdosi ham aniqlandi. Sanitariya qoida me'yorlarining qo'pol ravishda buzilayotganligi bois, aynan o'sha yerda ishlayotgan xodimlarga nisbatan tushuntirish va ogohlantirish ishlari o'tkazilishi bilan bir qatorda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, ish hujjatlari sudga oshirildi. Mazkur holat maktab oshxonalarida sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etish naqadar muhim ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Aniqlangan qoidabuzarliklar nafaqat oziq-ovqat sifati va xavfsizligiga, balki bolalar salomatligiga ham jiddiy xavf tug'diradi. Shu sababli mas'ul shaxslar tomonidan oshxonalarda doimiy nazoratni kuchaytirish, belgilangan me'yor va qoidalarga so'zsiz amal qilish zarur.